O'zingizga tegishli katta yer maydoni, tinch qishloq muhiti va daromad keltiradigan tayyor joyda chorvachilik yoki dehqonchilik bilan shug'ullanishni o'ylayotgan bo'lsangiz, hozir ko'rayotgan joyingiz siz uchun juda foydali variant. Bugun mana shunday imkoniyatlarga boy yer maydonini sizga ko'rsatamiz. Umumiy maydoni 1 gektar 40 sotix. Ya'ni juda katta hudud bo'lib, turli maqsadlarda foydalanish uchun juda qulay. Eng katta afzalliklardan biri shundaki, bu yer chorvachilik bilan shug'ullanish uchun deyarli tayyor holatda. Hududda 100 metr uzunlikdagi qishki molxona mavjud. Bu molxona 200 bosh mol sig'dirish imkoniyatiga ega. Ya'ni katta fermer xo'jaligi qilishni istaganlar uchun juda yaxshi imkoniyat. Bundan tashqari yozgi molxona ham bor. Bu esa yil davomida chorva uchun qulay sharoit yaratadi. Hududda yana bir foydali obyekt 10 sotixli teplitsa mavjud. Bu yerda turli sabzavot yoki ko'chat yetishtirib, qo'shimcha daromad qilish mumkin. Yerda 70 tubga yaqin olma daraxtlari ham bor. Bu daraxtlar mavsumida meva berib, sizga yana bir daromad manbai bo'lishi mumkin. Eng muhimi, suv va elektr bilan muammo yo'q. Qishloq joyida ko'pincha aynan shu muammo bo'ladi, lekin bu hududda ham suv bor, ham svet bor. Ushbu yer maydonining narxi $87,000 deb belgilandi. Ozgina kelishiladigan joylari ham bor ekan. Joylashuvi esa juda qulay. Dang'ara tumani Bo'riqum qishlog'ida 37-maktab yaqinida joylashgan. Topishga oson, infratuzilma ham yaqin. Egalarining raqamlari shundoqqina ekraningizda bemalol bog'lanib kelishingiz mumkin. Katta hudud, tayyor molxonalar, teplitsa va mevali daraxtlar, bularning barchasi sizga daromad qilish uchun yaxshi start bo'la oladi. Videoni yaqinlarga ulashib qo'yish esingizdan chiqmasin.